Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Mana bugun Samarqand shaharda ko'pchilik bizdan so'ragan bitta otlik komplekt. Bitta otga kerak bo'ladigan narsalari sotiladi. Manzil Samarqand shaharda joylashgan. Yopinchig'idan boshlab egar uzangi qamchingacha bor. Ko'rib turganingizdek terlatma, kojinni chilgi jahaldiriq, qamchin, uzangi, otning bo'yniga bo'yinboq, juganlari ham bor. Aziz obunachilar, bizning manzil Samarqand shahar eski aroq zavod chorrahasida joylashgan. Komplektni narxi 4,5 million so'm. Bo'ladigan narxi shu narxda. Tushadigan joy yo'q. Akanchatilni bo'lganini chiqarganmiz, hisoblab narxini aytganmiz. Ayil pushtonlari, ikkita tashqi ayil, ichki ayillari bor. Bizga ko'pchilik murojaat qildiki, bitta otlik komplektni ko'rsating degan savol bilan juda ko'p obunachilar murojaat qilishdi. Shuning uchun mana aziz obunachilarimiz talablariga binoan komplektni chiqardik. Yopinchig'i qishki yopinchiq, ko'kragi bilan yopiladi. Qornini tagida iplari bor mana bunday. O'zi ikkita ipi bor, bog'lab qo'yiladi. Narxi 4,5 million. Egar universal egar, novqa egar, paylangan egarimiz. Ko'pchilik bizdan so'raydi, paylangan egarmi, mixlangan egarmi degan savol berishadi. Universal ot egar. Narxi 4,5 million. Mana shu polni ko'rinib turgan anjomlari bilan. Manzil Samarqand shaharda joylashgan, kelib ko'rib olib ketinglar. Mana shu aziz obunachilar. Bizni kuzatib boring. Kommentariyada o'zingizning fikringizni yozib qoldiringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.